ota bor otada to'g'rimi? Qizga mehribon bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Ona qizga olib berdingizmi? Xudo xolasa qizimizga. Aha, moshin qanday ekan? Buni ma'lumotini qiziqqan bo'lsangiz kerak. Aha. Anaqa benzinlar chiqarib qo'shadi-yu. Aha. Oqtarib topib olishdi-da. Ana barakasini bersa, yaxshi kunlarga minishsin. Xolasa birinchi kun to'lov qilib. Aha. Ishlaringizni sal qilib berishdimi? Xudo xolasa aytgan kunlarga chiqarishdi. Barakasini bersa, yaxshi kunlarga minishsin. Do'stlar, narxlar tushish ehtimoli juda ham yuqori. Shunga hozir Nurmuhammad ukamiz nima der ekan? Nurmuhammad, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Qarang, mana hozir bizlar ko'rsatgan avtomashina ikki xil avtomashina. Uni plusini, minusini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, sizga savolim bor. Hop. Ushbu avtomashina sinovdan o'tmoqda, to'g'rimi? Yo'q, sinovdan o'tib bo'lgan ikkalasi ham. Qandaysiga? Necha yil bo'ldi? Dongfeng, mana ko'rib turganingiz bu sedan variantligi Dongfeng Aios Shine mashinasi hisoblanadi. Bu yoq tomonda turgani, ya'ni universal kuzovligi Dongfeng Aios GS hisoblanadi. Bunisi sedan kuzovli hisoblanadi. Bu mashinalarni biz aynan mana markasini 2022 oxiri 2023 boshidan boshlab olib kelib sotganmiz. Buni turbina komplektatsiyalarini ham olib kelganmiz, atmosferni komplektatsiyalarini ham olib kelganmiz. Hozir videoda ikkita turgani atmosferni komplektatsiyasi hisoblanadi, ya'ni kattasi ham, kichkinasi ham atmosferni komplektatsiyasi hisoblanadi. Ikkalasini ham olib kelib sotganmiz. Hozirgi paytda narxi sal arzonroq, ham oldingi narxiga nisbatan. Chunki oldingi narxida biz rassamoshkaga o'sha pul to'layotgandik. Hozirgi paytda bular tayyorki, o'zimizda 4 ta balon taqilayotgani uchun, ya'ni dokumenti O'zbekistonda chiqayotgan bu hisobida ketayotgani uchun o'shani hisobiga sal arzonroq bo'lyapti. Videoni boshidan narxini aytib o'tib ketaman. Videoni oxirigacha cho'zmayman. Qarang. Bitta savolim bor. Hop. Do'stlar, hozirgi kunda har xil gap so'z bo'lib turibdi-da, mana bozorda. Erta Xitoylar уже yanvardan mashin olib kirish, chiqarishni to'xtatar ekan. Yo'q. Shuni hisobiga, masalan, sizlar, mana salonsizlar. Endi o'zingizni men bar gap ketadi, to'g'rimi? Narx-navo ko'tarish ehtimoli yuqorimi yo tushish ehtimoli yuqorimi? Endi bizni qaraganda hozirgi kunda narx-navolar tushib bormoqda. Masalan, oddiylik GMlarning narxlari tushmoqda. Qarang, aka, mana bunaqa narsa Xitoy mashina chiqarishdan to'xtamaydi. Xitoy mashina chiqaraveradi. Xargosda ham mashinalar bor. Misol uchun yolg'on gapirish bo'lib qolmasin. Qandoq bor, shundoq gapiraylik. Xo'p, Xitoy mashina ishlab chiqaraveradi. Ishlab chiqarishdan to'xtamaydi, lekin kirishi 6 oyda bir marta kiradigan bo'ladi, ya'ni distributorlar uchun. Biz diler hisoblanamiz. Ya'ni diler primoy zavoddan oladigan odam, distributor Xitoy ichki mashina bozoridan oladigan odam. O'shani hisobiga. Ularda 6 oyda bir marta kiradigan bo'ladi. Ya'ni tadbirkorlar kimdir 1-2 million dollar pul bo'lamiz, tadbirkor o'zlari olib kiradigan bo'lsa, ularga o'zi zaprashon tadbirkorlar. 5 ta 10 ta misol uchun olib kiradi-ku, kam-kam olib kirib, ustiga ozgina kamroq qo'yib tezroq aylantiradiganlar bo'ladi-ku. Ularga 6 oyda bir marta olib kirishga ruxsat beradigan bo'ldi. Zavodda o'zidan primoy tortadiganlar olib kiraveradi mashinasini. Ya'ni dillerlar do'stlar, misol uchun ular 10 ta 15 ta olmaydi-da, kamida 1000 talar, 2000 talar zakaz berishadi. Shunaqa. Shuni hisobiga Xitoy 6 oyga yopgan bo'lsa ham, lekin dillerga kirib keladi. Ularga zelion. Bu degani narx-navolar o'sha eski narxlarda turishi mumkin ehtimoli bor. Da, u tomonlama ehtimoli bor. Endi misol uchun agarda mana shu anaqalar olib kiradi-ku, o'sha 10 ta 15 ta qilib olib kiradi-ku, o'shalar olib kirganida narx-navo o'sishi mumkin. Ular olib kirayotganda. Lekin bizda hozircha narx-navo yanvardan oshadi degan gap yo'q. Qarang, buni o'zi asl narxi necha pul edi, hozirgi kunda necha pul? Buni asl narxi 21 ming sotilgan. Hozirgi paytda endi 232 million 800, bunisi narigisi 244 million 800. Xo'p, do'stlar, sedandan boshlaydigan bo'lsak, hozirgi narxi. Birinchi o'rinda Xitoy avtomashinalari o'zimizda turbina motor bilan ishlab chiqariladi. Bu degani turbina motorda ishlab chiqarildi degani bu yaxshi benzin har doim quyib yuring degani. Lekin Avto Center Xitoyga zakaz berib turbina motorni atmosferni qilib zakaz berishibdi. Shunaqa. Bunisiga nima deysizlar do'stlar? Fikrlaringizni o'z kommentariyaga yozib qoldiringlar do'stlar. Atmosferni nima uchun? Turbina nima uchun? Siz uchun qaysi tanlov? Yo turbina, yo atmosferni. Agar atmosferani tanlaydiganlar kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Agar yo'q, atmosfera emas, turbina kerak deydiganlar albatta minus belgisini qoldiring, chunki biz uchun juda ham qiziq do'stlar. Xo'p, atmosferni motor. Atmosferniy motor xarakteristika ma'lumot bering. 1.5 atmosferniy bo'ladi. Bu 1.5 atmosferniy bo'lgani bilan oldingi Dongfeng Aios Shine 1.5 atmosferniylik komplektatsiyasiga qaraganda
o'zgarishlar bo'lgan, ya'ni qo'shimchalar qo'shilgan. Misol uchun aytishingiz mumkin, narxi ozgina arzonlashdi, nimadir kamayganmi deyishingiz mumkin. Yo'q, kamaymagan. Oldingi komplektatsiyalarda 360 gradus kamerasi bo'lmasa, bunda o'zi mana ko'rayotgan bo'lsangiz 360 gradus kamera bor. 360 kamera. Oldi oblisovkalarda o'zgarishlar bo'lgan. Xo'p, undan tashqari ikkita oldi sidenasiga podograflar qo'shilgan, orqa tomon bagajga spoilerlar ham qo'shilgan. Xullas turbina motori olib tashlab, atmosfera motori taqilgan. Da. Oldin Oqishlari. mana mashina narsalar, o'sha sidena podograf, 360 gradus kamera, orqa bagajdagi spoilerlar turbina variantida bo'lardi. Turbina variantida bo'lardi. Uni narxi adashmasam 23 ming, 24 ming atrofida sotilgan. Turbina komplektatsiyasida bo'lardi. Bu уже atmosferniy, lekin o'sha turbina komplektatsiyasida bor navorotlari bunda bor. Xullas qisqacha aytganda motor alishtirilgan, keyin bitta funksiyalar qo'shilgan. Shunaqa, motor ot kuchi 123 ta ot kuchi bo'ladi. Rasxodiga keladigan bo'lsa, shahar sharoitida 5,5-6 litr rasxod qiladi. Dalnilarda bo'ladigan bo'lsa 4,7, 4,5 litrgacha rasxod qiladi. Bu misol uchun kitobida yozilgan emas, kitobida yozilgan bo'yicha baribir unaqa bo'lmaydi. Bu realniy haydalgan sharoitda mana o'sha o'zimizdan ishxonadagi bolalar ham Jizzaxga borib haydab kelishdi, boshqa qilib kelishdi. Aynan mashina modelda o'sha realniy qilgan rasxodi 5,6-6 litrgacha rasxod. Borani uzog'i bilan 7 litrgacha rasxod qiladi. Do'stlar, sizlarning iltimosim bor edi, iloji boricha do'stlar, yaxshi benzin quyinglar. Mashinani buzadigan narsa birinchi o'rinda benzin do'stlar, moyi. Agar siz benzinni yaxshisidan quysangiz, sizda muammo chiqmaydi. Xo'p, yomon benzin quyib qo'ysangiz, nima muammolar chiqishini sizlarga birma-bir tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda do'stlar, svicha kuyishiga, ikkinchi o'rinda injektor nosoz ishlashiga, uchinchi o'rinda porshonlar do'stlar, agar yomon benzin quyadigan bo'lsangiz, porshonlar do'stlar kuyib boshlaydi. Kuygandan keyin sizga bu ancha muammoga kelib chiqadi. Ya'ni xarajatga. Hozirgi kunda Avto Center o'sha muammoni yechim topgan holda o'sha turbina motorni oldirib, atmosferni motorga zakaz berishgan. Shunaqa, lekin bunga ham misol uchun 92 dan past benzin tavsiya qilinmaydi. Iloji bo'lsa 92 ham emas, 95 quyib yursiz. Imkon qadar qancha yaxshi benzin quyishsa, shuncha. Ikkiga yana bitta zo'rdan taklifim bor-da patishlarga do'stlar. Misol uchun benzin quymoqchisiz, to'g'rimi? Bitta zapravkaga borasizlar, iloji boricha o'sha zapravkadan cheklaringni saqlab yuringlar. Cheklaringni. Ertaga mabodo qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha saqlangan cheklar bilan bemalol borib, agar mashinangizda ayb benzindan chiqadigan bo'lsa, sizni ushbu zapravka xarajatingizni 100% qonuniy qoplab beradi. O'shaning uchun do'stlar, chek olishni unutmaymiz va chekni saqlab qo'yishni unutmaymiz do'stlar. Mana sizlarga o'zimni boshimdan o'tgan ish do'stlar. O'shaning uchun sizlarga o'sha narsani real aytib o'tyapmiz. Bo'lmasa, qani bir boshladik, yaxshi bir obzorni ko'rsatsak, oldi obzorlarni ko'rib tursa do'stlar. Faralar full LED bo'ladi. Undan tashqari o'sha mana kameralari bu yoqda old tomonda, kapot tagida 1,5 atmosferniy motor, 123 ta ot kuchi bo'ladi. Bu yoq tomonda mana lyuklari bor. Bu yoq tomondagi eshigida 5 ключевой dostuplari bo'ladi. Salon ichki interyerlari to'laqonli koja, elektronniy rul bo'ladi. Hurmatli operator, salonlarni bir ko'rsatib yuboring. Mana iloji bo'lsa orqadan o'tib ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. Orqadan o'tirib birga oling-da. Mana do'stlar, salon ko'rinishi. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Eka koja avtomat, to'laqonli. Undan tashqari rushnoylari elektronniy bo'ladi. Pultlarning ko'rinishi mana shunaqa o'zida zavodskoy pultlari bo'ladi. Bu yoq tomonda rulli cruise kontrollari bor, sensorli monitor. Yaxshi tomoni rus tilida bo'ladi. Eng zo'r tomoni, misol uchun tillarda qiynalishmaydi. Mana rus tilida ko'rishingiz mumkin. Bemalol aniq qilishsa bo'ladi. Mana kamerasini kachesasini ko'radigan bo'lsangiz ham mana. Kachesasi siniqi? Mana kachesasini 2dagi qo'yadigan bo'lsangiz mana. Kachesalar ancha tiniq, orqasida mana parktronik datchiki bo'lgan hisobiga salondan shunaqa ovoz chiqyapti, ya'ni zadniy ko'rganim uchun orqaga yurma, orqada to'siq bor degan ma'noda shunaqa ovoz chiqyapti. Rullari elektronniy, start stop, bemalol bitta barmoqda aylantirib boshqarishsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari ходовой частьлari ancha yumshoq, sidena ligirovkalari o'sha o'zimizdan обычный o'sha Gentra Cobotlarga o'xshagan mexanический bo'ladi, ya'ni bemalol bu yoqdan qo'lda boshqarishsa bo'ladi. Sidenani alohida, spinkani alohida boshqarishsa bo'ladi. Ikkinchi qatorlari ham ancha keng, mashinani bemalol o'sha oilaviy yurishga ham mos tushadi. Mana ikkinchi qatorda o'tiradigan bo'lishsa ham, bo'yi 180 dan oshiq odam o'tirgan taqdirda ham unaqa siqilib, tiqilib qolmaydi. Patologlarga bosh tegib qolmaydi. Ikkinchi qator uchun bu yoqda USB portlari, barra orqasidan o'tgan konditsionerlari bor. Misol uchun, sovuq konditsioner yoqadigan bo'lsangiz, sovuq havo, pechka yoqadigan bo'lsangiz, issiq havo ikkinchi qatorga ham chiqib turadi.
Xo'p, qarang, bunda o'zi ofitsialniy garantiya bormi avtomashinada? Ofitsialniy garantiyasi 3 yil yoki 100 ming garantiya nimalariga beriladi deydigan bo'lsangiz, motor, korobka, multimedia elektronikasiga garantiya beriladi. Agar misol uchun kimdir gaz temasi keladigan bo'lsak, yaxshi benzin topolmaymiz, propan o'rnatish iloji bormi deb savol berganmiz. Ilojisi bor, servisda o'sha ustalar bor. Gaplashib, o'zlariga bemalol ustunovka qilishsa bo'ladi, o'sha garantiya saqlangan holda. O'zingiz propan o'rnatib berasiz, to'g'rimi? Propan, gaz farqi yo'q. Endi bular atmosferniy bo'lgani uchun bularga gaz qo'ysa ham bo'ladi. Atmosferniy. Keyin do'stlar, endi ko'chadan mayli 1 million 2 million qimmat bo'lishi mumkin, ertaga javobgarligi bor do'stlar. O'zlari javobgarligi bo'ladi. Do'stlar, ko'chada endi real 1-2 million qimmat ko'chanikidan qimmatroq, to'g'ri. Endi aniq narx-navosini o'sha ustalar biladi, men bilmayman u narx-navosini. Ustalar bilan gaplashib bemalol qo'ydirishsa bo'ladi. Orqa tomonlariga keladigan bo'lsak, juda ham derskiy qilib ishlangan avtomobil, ya'ni misol uchun o'zini narxida, o'zini segmentida raqobatdoshlari bilan bemalol o'sha vid bo'yicha, dizayn bo'yicha raqobat qila oladi. Bu yoq tomonlarda o'sha boya aytib o'tganimdek o'sha spoilerlari bor. Bundan tashqari avtomobil eng zo'r tomoni bagaji juda ham katta, bemalol misol uchun shu yuk ortaman deyishadimi yoki gaz ustunovka qilaman deyishadimi, anchagina joy bor. Mana bagaj ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. Zapaskalari mana mashina po'kay tegida turadi mana. Zapaskasi bor ekan. Gap yo'q. Benzinli mashinalar hammasida zapaskasi bo'ladi. Zapaskasi bor ekan. Endi o'yladim zapaskasi yo'q bo'lsa kerak deb. Yo'q, u gibrid, anaqa elektrli zapaska bo'lmaydi. Ko'rishar mumkin. Xudo xolasa do'stlar, o'sha vaqtida yaxshi benzin quyuringlar do'stlar. Vaqtida muayyan mashinalar, mashina muammo chiqmaydi uncha-munchaga. Qadag'o'y jihatida keladigan bo'lsak, qarang, buni o'zimiz ham bitta bloger olgani, to'g'rimi? Yo'q, bu bundan bitta keyingisini olgan. Uzrayev degan bloger. Bundan bitta keyingisini olgan. Qanday? Hech shikoyat bilan kelmadim. Realni aytavering. Xo'p, 100 mingdan oshdi. Propan qo'ydirishdan oldin benzinda yurdilar ular. Orada propan qo'ydilar. O'sha benzin orada sifatsiz benzin qo'ygan paytlari o'sha svechalarda ozgina mavod bo'ldi. Atak undan keyin propan qo'ydirdi. Hozir propanda yuribdilar. Probegi 100 mingdan oshgan, lekin hali shu paytgacha boshqa nimadir bilan kelmadilar. Bo'ldi, barakasi bo'lsin. Va keyingisi bu asosan kimlar uchun degan savol tug'iladi. Boya yuqoridagi gap do'stlar, o'zlaring ona qizga do'stlar adalar tomonidan olib berdilar ushbu avtomashinadan. Ko'proq молодежь o'sha gretda yoshroq avlodlar uchun yaxshi. Shunaqa. Agar o'sha plus 20 yoshdan to 40 yosh o'rtasida do'stlar ushbu avtomashina tavsiya etiladi. Sababi derskiy, ko'rinish ham sportivniy do'stlar. Xo'p. Bu variant Cryder qarab yurganlarga, Onyx qarab yurganlarga, Monza qarab yurganlarga, undan tashqari o'sha Gentra Cobalt qarab yurganlarga, misol uchun narx-navosi o'sha navorotlarni bemalol solishtirib qarab ko'rishsa, o'sha o'zligiga ma'qul keladigan bo'lsa, qilib beramiz. Buni summasi hozirda necha pul mana bu? 232 million 800. Naqdga keladigan bo'lsa 232 million naqdga. 232 million 800. Nalichida bor, ha? Nalichida bor-da. Qanaqa ranglari bor hozir? Xo'p, adashmasam qora rangidan bor. Qora rangidan, ha? Garantiyasi bilan 3 yillik garantiya 100 ming probegi bilan do'stlar ko'rishlaring mumkin. Misol uchun variantni kimdir so'raydi, bank aralashmasa bo'ladimi? Yo'q, bizda to'lov usullari naqd yoki avtokredit. Misol uchun bu mashinani boshlang'ich to'lovini qilib turib 1 yildan 5 yilgacha olishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov necha pul bilan chiqadi deysiz? Plus minus 70 millionlar bilan chiqadi. O'sha 5 yillik sug'urtasi bilan birga oylik to'lovi 5 million 300 dan chiqadi. Agar boshiga ko'proq to'laydigan bo'lsa, oyma-oy kamroq chiqadi. Endi do'stlar, avtokredit endi olinadi, o'zim tavsiya etmayman, agar mabodo qiyin. O'shaning uchun o'sha ma'lumot o'rnida kimdir so'rab qoladi, qurish javobsiz avtokredit haqida boshlang'ich variantga beriladimi deganlar uchun ushbu savolingizga mana javob berdilar. Xo'p, keyingisi ushbu ko'rganmiz, bu hatchbackmi nima? Bu universal kuzov hisoblanadi. Ya'ni o'sha oilaviy yurishlarga ham, shaharda yurishlarga ham, o'sha danlida yurishlarga ham juda ham zo'r mashina, juda ham zo'r kuzov hisoblanadi. Ya'ni ayollar ham, misol yoshlar ham, yosh kattalar ham bemalol haydab yurishsa bo'ladi. Salonlari ham ancha keng, solishtirish uchun o'sha Tracker 2 larning razmerida olsak bo'ladi. Buni ham salonlari to'laqonli koja bo'ladi. Konkurensiyasi Tracker 2 mi buni? Shu Tracker 2 lar bilan solishtirsa bo'ladi. Bunda 1.5 motor turibdi, 117 ta ot kuchi, полностью panorama bo'ladi mashina. Hop, salonlar kojinli, bu yerda o'sha o'zining multimediyalari bor. Undan tashqari rullarimiz bunda ham elektronli bo'ladi. Bemalol bitta barmoqda aylantirsa bo'ladi. Bu yerda cruise kontrollari bor. Undan tashqari zadniga urganimizda kameralari ham ishlab beradi. Qarang, yo'q, mayli, komfort yaxshi.
Bunda qarang, motor atmosfernimi yo turbinami? Atmosferniy bunda. Bunda ham atmosferni o'sha turbinaga qaraganda atmosferni o'zimiz sharoitga yaxshiroq. Nadojniroq. Oddiy qilib aytganda nadojniroq. 1,5 litrlik atmosferni. 1,5 litrli atmosferni ikkalasida ham endi prosta kimdir sal kattaroq variant xohlaydi, kimdir sal kichikroq sedan variantini xohlaydi. Lekin bu trekkerdan uzun ekan bu. Uzunroq shunaqa Trekkerdan uzunroq ekan. Uzunroq. Komfortlarida qaranglar, komfortda abagrev bor, to'g'rimi? Ikkita oldi sidenasi. Abagrev abduf bo'lmaydi bularda. Yo'q, abduf bo'lmaydi. Abduf bo'lmaydi. Abagrev bor. Panorama bor, Panoramasi kruiz bor ekan. kontrollari bor. Bu panorama lyuk bo'lib ochiladimi? Ha, lyuki ochiladi. Lyuk bo'lib ochiladi. Ha, mana bu yoqdan Panorama lyuk ko'rsatadigan ochilar bo'lsa ham, ekan. Panorama lyuklari ochiladi. Xo'p. Orqasida mana bu sidenalar ham sportivniy sidenaga o'xshab ketar ekan. Orqasida Bagajlari ham mana. Uni ham bagajini ko'rsatadigan bo'lsak, uni ham bagajlari Bagaji ancha keng ekan. katta. o'ylashimcha bu mana shu tadbirkorligi borlar uchun ham ko'chaga ham Shunaqa, o'shani hisobiga o'zi universal kuzov. yuk ortib, u yoq bu yoqqa Yuqorishga, oilaviyga, hammasiga zo'r tushadi. Lehkida, misol uchun kiyim-kechak do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha kiyim-kechak do'konlari uchun mana shu kiyimlarni ortib, bemalol u yoqdan bu yoqqa olib borib shaharga Shunaqa. yaxshi. Shaharga zing-zinga yaxshi. Shaharga, misol, danlilarga ham zo'r tushadi. Danlilarga yursa ham, danlilarga ham zo'r yurib beradi. Yaxshi tomoni ikkalasini ham hadovoy yumshoq, ikkalasini ham misol uchun motorlari kaprizniy motor emas. Misol uchun o'sha 92-95 ta ham harakatlansa bo'ladi bemalol. Yaxshi tomoni misol uchun o'sha internetdan odzivlarni ko'radigan bo'lsa ham, hali misol uchun bu modellar, bu mashinalar bo'yicha negativ odziv yo'q. Ha. Bu knopka emasa, ruchnoy. Yo'q, ikkalasida ham o'sha ruchnoy bo'ladi. Buni narxi necha pul dedingiz? Buni narxi 244 million 800. 244 million 800 Bu ham shu где-то boshlang'ich 73-74 millionlar bilan olib chiqsa bo'ladi 1 yildan 5 yilgacha. Orqasini. Orqa optikalarni ko'rishlaring mumkin. Orqasida qaranglar, konditsioner, USB port ko'rishlaring mumkin. Mana bu endi hammasi albatta narxiga yarasha bo'ladi do'stlar. Xudo xohlasa ko'ringlar, tanlovlaringni do'stlar. Ikkita avtomashina, ikkovi ham bitta firmaniki. Xohlang, tadbirkorligingiz bo'lsa, ushbu avtomashina xohlang, yo'q, молодежьmi ko'chada ishimga, o'qishimga, borib kelishimga zing-zing tezroq mashina kerak desangiz, ushbu sportivniy variantni ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, nima deysiz? Ma'lumotlar shulardan iboratmi? Ma'lumotlar shulardan iborat. Agar yana qanaqadir qo'shimcha savolingiz bo'ladigan bo'lsa, shu pastda nomerni qoldiramiz. Lokatsiyani eslatib o'tib ketamiz. Sergeli 2 mavze, metro Chinor bekatining yonidagi avtosentr, avtosalon. Shu do'stlar, nima deymiz? Ko'ringlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Birorta xato kamchilik bo'lsa, do'stlar, keyingi videoda to'g'rilab o'tishga harakat qilamiz. Endi hammada ham xato kamchilik bo'ladi. Faqat bitta yaxshi niyat qilib, yaxshi mashina olaman degan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Albatta, har bitta avtomashinani o'ziga yarasha muxlisi bo'ladi. Shu do'stlar, shu videomizni mashinaga qiziqib yurgan do'stlarga yuborib qo'ying. Balkim bu variant ham sizga ma'qul bo'lib qolishi mumkin. Salom. Sizga omad. Hozir yaxshini ko'rishamiz do'stlar. Charchamanglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.